kitobxonlik haftaligi bayrami. Hammalaringizni ilm nuri, tafakkur nurini tarqatuvchi, odamga aql, idrok ato etgan mana shu ulug' Allohning ne'mati bu kitob hisoblanadi. Kitobxonlik haftaligi bilan barchalaringizni chin dildan muborakbod etamiz. Kitobxonlik haftaligiga hammalaringizni xush ko'rdik. Kitob yuksalur inson tafakkur gavhari, tanho kitob odamiylik mulkida qadri baland yakto kitob. Ul basharni ko'kka yetkazdi, jaholat komidan har qatidan nur yog'ar, Qur'on erur a'lo kitob. Qaysi uyda gar kitob bor, oshiyon nurxonadur, odamizod nasliga o'rgatdi ilk imlo kitob. Ul o'lik qalblar tirilgay, jon suvi, irfon suvi, qay ko'ngildan olsa joy manguga do'st oshno kitob. Goh navoiy, goh fuzuli, goh mashrab suhbati, ruhi tanga singadur ilmu adab ziyo kitob. Topdilar yurtlar taraqqiy bo'ldi, ellar barkamol, aqli idrokning chirog'i fayzlidir dunyo kitob. Usmono bil qaysi qavm ishrat bilan navsiga qul, ko'zlarini ochmoq uchun darkor anga shifo kitob. Darkor anga shifo kitob. Yuksalur inson tafakkur gavhari, tanho kitob odamiylik mulkida qadri baland yakto kitob. Olamga oftobday tafakkur nurini, idrok nurini, aql nurini, ilm nurini taratgan kitob. Kitoblarning ulug'i sultoni Qur'oni Karim hisoblanadi. Azizlar, yana bir bor barchalaringizga kitob bayrami muborak bo'lsin. Ana shu tantanali bayramning ochilish marosimi bizning Shopirkonimizning faxri, O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi a'zosi, mana yozuvchilar uyushmasiga yaqinda a'zolardan nasib bo'lsa, Zabardast akamiz 11 ta kitob muallifi Omon Abdullaning Oq qushginam kitobini taqdimot marosimi bilan boshlanishi biz uchun katta bir shuur, katta bir o'ziga xos shukuh, qalbimizga nur bag'ishlaydi. Muborak bo'lsin kitob haftaligi hammalaringizga.